O'sha laykni bosdimi? Shunga men roziman degani. Rizoul ma'siya, rizoul kufr. Agar ma'siyat bo'lsa, layk bosganligi uchun o'sha bilan bab-barobar shu ham gunohni qilgan bo'ladi. Agar kufr keltirgan bo'lsa, bu ham bab-barobar kufr keltirgan bo'ladi. Nimaga layk bosyapsiz? Shuni bilib qo'ying. Bir inson g'iybat qilayotgan bo'lsa, g'iybatiga layk bosib qo'ymang, siz ham g'iybat qilganda gunohini olasiz. Bir inson Allohning kalomini gapirib tursa-yu, minbarda turib shariatni ahkomidan yetkazib tursa-yu, kimdir uni so'kayotgan bo'lsa, haqorat qilayotgan bo'lsa, yoki masxara qilib, Qunduz bobo desa yoki boshqa narsa desa, siz layk bosib qo'ydingizmi? O'shaning kufriga siz ham sherik bo'lasiz. O'sha bilan bab-barobar qiyomat kunida javob berasiz. Qaysi ahli ilm minbarda turib Qunduz boboning ertaklarini aytayapti? Hech qaysi bir ahli ilm unaqa demaydi. Endi hozir ahli ilmlarni payg'ambarlar alayhimussalatu vassalomning merosxo'rlarini muhokama qilish, ularni aytayotgan so'zlarni tahlil qilish, tahqiq qilish, go'yoki o'rtaga solib u to'g'risi bahs qilishni kimlargadir odat bo'lib qoldi. Kimlargadir obro' bo'lib qolyapti. Yana haligi gap, o'zining sahifasida odamlarni ko'paytirish uchun, shov-shuv qilish uchun, shov-shuv olamida mashhur bo'lib yulduzga aylanish uchun kimsan hozir ahli ilmlarni so'kkan